Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni o'tamiz. Mavzumiz ilm yo'li variativ dasturi asosida bolani maktabga tayyorlash. Rejamiz bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash birinchi rejamiz. Ikkinchisi ilm yo'li variativ dasturining bolalarni maktabga tayyorlashdagi o'rni va ahamiyati. Uchinchi rejamiz ilm yo'li variativ dasturining jihatlari. Ilm yo'li variativ dasturi bu bolalarni maktabga tayyorlash, ularga bilim olishda bo'lgan qiziqishini uyg'otish va kelajakdagi muvaffaqiyatli o'quvchilarga aylantirish maqsadida ishlab chiqilgan dasturdir. O'quv dasturi bolalarga o'zlashtirish jarayonlarida dam beradigan asosiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ular nafaqat maktabda, balki hayotda ham muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur bo'lgan bilimlar va kompetensiyalarni o'zlashtiradilar. Dasturning maqsadi va vazifalari. Dastur o'quvchilarga maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni yozish, o'qish, hisoblash, muloqot qilishga rivojlantirishiga juda katta yordam beradi. Ilm yo'li dasturining jihatlari. Ilm yo'li dasturining jihati ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish tamoyillari. Dasturning shaxsga yo'naltirilganligi, kompetensiyalarning yo'naltirilganligi, o'quv dasturini yaratish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda bolaning tayanch kompetensiyalarini ochib beradi va to'ldiradi. Ilm yo'li variativ dasturi rivojlanish markazlarida tashkil etilgan bolaning faoliyati loyiha mavzusi bilan to'ldiriladi. Namunaviy kun tartibi, o'quv rejasi, kundalik mavzuli rejalashtirish, ta'lim va tarbiya jarayoni faoliyatli jadvali va bolalarda rivojlanish xaritasini kuzatish va baholash kiritiladi. Ota-onalar va mahalliy hamjamiyat hamkorlik yangilangan shaklda taklif va boshlang'ich ta'lim bilan uzviylikni ta'minlash, ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish tamoyillari bolalarning qiziqishlariga ko'ra mustaqil faoliyatlarni amalga oshirish imkoniyatlarini ta'minlashda, ta'lim muhiti imkoniyatlarini kengaytirishda qaratilgan rivojlantiruvchi muhit to'g'risida ma'lumotlarni to'ldiradi. Dasturning maqsad va vazifa hamda tamoyillari. Maktabga tayyorlov guruhi uchun teng imkoniyatlarni vujudga keltirish, 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga 1 yillik tayyorlash guruhlar bolalarni to'liq kunli maktabgacha ta'lim tashkilotlariga berish imkoniyatiga ega bo'lmagan yoki muayyan sabablarga ko'ra bunga bolalarning maktabda umumiy psixologik tayyorgarligi va boshlang'ich ta'limga o'tishdagi muammolarni bartaraf etish muhitini yaratishdan iboratdir. 6 yoshdan 7 yoshgacha bolalar rivojlanishidagi o'ziga xosliklar. Fiziologik rivojlanish, psixologik rivojlanish, 6-7 yoshli bolaning muloqoti, o'z menini anglash, bular shaxsiy rivojlanishi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'limda kompetentlik yondashuvi, kommunikativ kompetensiya, shaxsiy, ya'ni kompetensiyasi, men kompetensiyasi, ijtimoiy kompetensiya hamda bilish kompetensiyalaridan iborat. Intellektual rivojlanishi. Ilm yo'li variativ dasturida bolalarning qiziqarli va har xil metodlar orqali bilimlar berish ularning tafakkurini rivojlantirishiga yordam beradi. Ijtimoiy ko'nikmalar. Bolalarga jamiyatda muloqot qilish, boshqa bolalar bilan birgalikda ishlash, jamoada harakat qilishni o'rgatadi. Emotsional va ruhiy rivojlanish. Bolaning o'z-o'zini boshqarish, hissiy holatini anglash va unga moslashtirish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishiga yordam beradi. Dasturda qo'llaniladigan usullar, interaktiv metodlar hamda trening va seminarlar bo'ladi. Bolalarni faol ishtirok etishga undovchi o'yinlar, mashqlar, dialoglar bu interaktiv metodlarga kiradi. Rivojlantirishda yo'naltirilgan ma'ruzalar va treninglar orqali bolalar o'z-o'zini anglashi va o'zining ichki imkoniyatlarini namoyon etishga o'rgatiladi. Bu trening va seminarlar. Loyihalar va guruh ishlari. Bolalarni guruhda ishlashga o'rgatish, jamiyatda o'z o'rnini topish, anglash va liderlik qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. O'quv predmetlari va yo'nalishlari. Matematika. Bolalarga oddiy hisoblashlar, shakllar, raqamlar, tartiblarni o'rgatishda yordam beradi. O'qish va yozish malakalari.
Yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish bolalarda kitoblari, hikoyalarni o'qishga va o'rganishga, yozishga o'rgatishdan iboratdir. Tabiatshunoslik. Tabiat va atrof muhitni o'rganish, ularning mulohazasi haqida bilish. San'at va ijod. Rasm chizish, qo'l mehnati va boshqa ijodiy faoliyatlar orqali bolalarni estetik rivojlantirish. O'z-o'zini hurmat qilish. Bolalarda o'z fikrlariga hurmat qilishini va boshqalarni tinglashni o'rgatishga qaratilgan. Do'stlik, yordam berish, birgalikda ishlashni o'rgatishdan iboratdir. Haqiqiy hayot ko'nikmalari. Yaxshi odat, vaqtni boshqarish, mas'uliyatni his qilish kabi kundalik hayotda zarur ko'nikmalarni rivojlantirishdan iboratdir. Hamkorlik. Ota-onalar, mahalliy jamoatchilik, boshlang'ich ta'lim bilan hamkorlik. Oilalar bilan hamkorlik ishlarini olib borilishi, guruh ishiga oilalarni jalb qilishi, imkoniyatlari hamda oila bilan muloqot qilishda, oila bilan muloqot qilish tamoyillari hamda kuzatuvlar, kutuvlar natijalari amalga oshiriladi. Ilm yo'li variativ dasturi 11 bobdan iborat. Birinchi bobimiz maqsad va vazifalari, ikkinchi bobimiz 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning rivojlanishida o'ziga xosliklar, uchinchi bobimiz maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'limida kompetentlik yondashuvi, to'rtinchi bobimiz o'qishga yo'nalishi, beshinchi bob o'quv tarbiyaviy faoliyat, oltinchi bob rejalashtirish, yettinchi bob mashg'ulotlardagi o'qish, sakkizinchi bobimiz kuzatish va baholash, to'qqizinchi bobimiz hamkorlik, 10-chi bobimiz resurslar ta'minoti hamda 11-chi bobimiz ilovalar. Ilm yo'li variativ dasturimiz 12 ta ilovadan iborat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dasturning yakunlarida, ilm yo'li dasturining yakunida bolalar nafaqat maktabda tayyor bo'ladi, balki ularning shaxsiy rivojlanishi, hissiy va ijtimoiy ko'nikmalari ham rivojlanadi. Ular o'quv yili davomida ko'plab yangi bilimlarga ega bo'ladi, kelajakdagi o'quv jarayonida osonlik bilan moslashadilar. Bu dastur umuman olganda bolalar uchun kompleks rivojlanish dasturi bo'lib, ularning bilim olishga bo'lgan ijobiy munosabatlari shakllanadi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz tugadi. Biz mustaqil ta'lim topshiriq sifatida ilm yo'li variativ dasturidan har bir talaba mashg'ulot ishlanma tuzamiz hamda taqdimot tayyorlaymiz. Foydalangan adabiyotlarimiz keltirib o'tilgan, kerakli foydalangan adabiyotlarni o'sha link orqali olasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.